Assalomu alaykum. Men Noila Nazarova, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik, psixologik shart-sharoitlari. Rejalar. Birinchi reja ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik shartlari. Ikkinchi reja ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning psixologik shartlari. Uchinchi reja ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati. Maktab va oilaning o'zaro ta'siri bu o'quvchilar va ota-onalarning o'zaro munosabatlarini qo'shma faoliyat va aloqa. Natijani ikkala tomon ham bolani rivojlantirishlari uchun, shuning uchun maktab va oilaning o'zaro ta'siri ularning rivojlanishining manbai va muhim mexanizmi hisoblanadi. Har bir bolaning hayoti ikki muhim sohadan iborat: o'zgarish va oila. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida oilaviy qadriyatlar yo'qolishi boshqalar qarori demografik muammolarning asosiy sabablaridan biriga aylandi. Shuning uchun ham eng muhim va dolzarb muammolardan biri bu maktab va oilaning hamkorligidir. Ta'lim muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish faqat oila va maktabning o'zaro munosabati sharoitida o'zgartirish mumkin. Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik tobora dolzarb va talabga aylanib bormoqda. Ikkala tomon ba'zan adolatli da'volarni taqdim etadilar. Shunday qilib, o'qituvchilar, ota-onalar farzandlarining maktab hayotiga qiziqish yo'qligi, ba'zida ma'lumotlarning pastligi, axloqiy qadriyatlarning yo'qligi, passivligi haqida shikoyat qiladilar. Ota-onalar o'z navbatida ortiqcha ish yuki, o'qituvchining befarqligi va bolalar jamoasida munosabatlardan norozi bo'ladi. Jamiki, har bir bola dunyoga kelarkan, unda hech qanday ijobiy va salbiy taraf bo'lmaydi. Bolani tarbiyalashda uning kelajakda qanday inson qilib yetishini birinchi o'rinda ota-onaga bog'liq. Bugungi kunda ko'rishimiz mumkinki, yosh oilalar va ish bilan band bo'lib, bolaga e'tibor darajasi past oilalarning bolalari har xil oqimlarga kirib ketayotganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Endi bu dolzarb muammoga ota-onalar va pedagog o'qituvchilarning o'rni qanday? Har bir ota-ona bolaning bog'cha va maktab yoshiga yetganiga qadar tarbiyasi bilan o'zi shug'ullanadi. Bog'cha tarbiyachilaridan, maktab o'qituvchilaridan ta'lim va tarbiya oladi. Oilaning axloqiy donoligi maktabning pedagogik donoligiga asoslanadi. Islohotlar davrida ta'lim tizimi shunchalik tez o'zgardiki, ota-onalar ko'pincha ta'lim sohasida bu o'zgarishlar to'g'risida yetarlicha tasavvurga ega bo'lmaydilar. O'quv faoliyati asosan ularning maktab tajribasidan kelib chiqadi. Bu ko'pincha orqada qoladi. Zamonaviy talablar ushbu tafovutni hal qilish uchun o'qituvchi va o'quv jarayoni iloji boricha ochiq, xabardor va ota-onalarga yetkazish kerak. Ta'limdagi amaliyotim shuni ko'rsatadiki, agar ota-onalar ular o'rtasida o'zaro tushunish bo'lsa, maktab va o'quvchi bilan faol hamkorlik qilishga intilishadi va birgalikda faoliyat tug'iladi. Shunday qilib, o'qituvchi oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni dasturning tashkilotchisi bo'lish uchun g'amxo'rlik qilishi kerak. Har bir o'quvchi pedagogik va psixologik shakllanishi shart. Bola yoshligida asosan ikki turga mansub holda shakllanadi. Birinchi turni olayotgan bo'lsak, quvnoq va qiziquvchan tarzda bo'lsa, ikkinchisi esa vazmin, tortinuvchan va holda kuzatishlaringiz mumkin. O'qituvchi har bir bola bilan o'zaro munosabatni yo'lga qo'yishi va bolalarni ijobiy tarafga o'zgartirishi o'qituvchiga bog'liq. Shunda ham ayrim o'quvchilarga o'zgarish shakllanmasa, unda ota-onalar bilan o'zaro ish olib boriladi. Biroq ota-ona va maktab o'rtasidagi aloqaning yo'qligi, shuningdek, maktab va ota-onalarning muvofiqlashtirilmagan xatti-harakatlarining bolaning ta'lim va tarbiyasiga zarar yetkazadi. Ta'lim jamoasi sifatida oila bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi, bu nafaqat umumiy maqsad, balki qarindoshlik ham birlashtirgan jamoatdir. Ota-ona hissiyotlari, ota-ona sevgisi bu shaxsiyat rivojlanishini tezlashtiradigan o'ziga xos katalizator. Bu nisbatan barqaror jamoa bo'lib,
U yerda aloqa doimiy ravishda eng keng sohalarda va turli tadbirlarda olib boriladi. Har bir oila o'ziga yarasha muammolar va qiyinchiliklar bor. Oilada ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabati, kelishmovchiliklari bolaga qattiq ta'sir etadi. Bu o'rinda o'qituvchi avvalo o'rganib, keyin ota-onalar bilan hamkorlik darajasini yo'lga qo'yishi mumkin. Hozirgi vaqtda ota-onalar bilan ishlashning samarali shakllari mavjud. Suhbatlar, ota-onalar yig'ilishlari, ota-onalarning sinf rahbarlari bilan maslahatlari, ochiq darslar, ochiq eshiklar kuni, savol-javob, stendlar va ma'lumot papkalarining dizayni, pedagogik adabiyotlar ko'rgazmalar, ota-onalar uchun konsertlar, o'quvchilarga topshiriqlar bajarishda bolaga yordam berish, hammasini faol ishtirok etish, guruhdagi ota-onalar uchun tadbirlar, bolani nazorat qilish, yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni aniqlash, shunday qilib ota-onalarni tuzatish uchun ongli ravishda kiritish uchun sharoitlar beriladi. Ota-onalar uchun eng dolzarb quyidagi mavzulardir. Maktab va oila talablarining birligi. Oilada mukofot va jazo. Bolaning mustaqilligini tarbiyalash haqida. Axloq va uni tarbiyalash kerak. Farzandingiz uyda nima o'qishi kerak? O'yinchoqlar foydali va zararli. O'yin uyda bolalar bilan eng yaxshi yordamchidir. Bolalarni kuzatishga o'rganing. Bolaga she'r yodlatishga qanday o'rgatish kerak? Ular ota-onalar bilan hamkorlik va o'zaro tushuntirishning asos yaratadi. Ta'lim va tarbiya muassasalariga qarashlar birligini ta'minlaydi. Quyida foydalanilgan